U qozini ochganda og'zini tosh taxtda o'tirgan holda ko'radi. Atrofida esa goblinlar tiz cho'kib, unga ta'zim qilib turishardi. U bu yerga qanday kelib qolganini ham, nega bu maxluqlar uni o'zlarining hukmdori va qiroli deb bilishayotganini ham umuman tushunmadi. Oxuniyan eslay oladigan oxirgi narsa, nufuzli bir tashkilotda menejer bo'lib, tongdan shomgacha ishlab, uyga qaytayotgani edi. U butunlay holdan toygan va juda qattiq charchagan edi. Yaxshiyamki, uning kozi bosh o'rindiqqa tushdi va zudlik bilan o'tirdi. Metroda uyga qaytayotib, charchagan ko'zlarini yumdi va biroz mizgib olish unchalik yomon fikrdek tuyulmadi. Hech bo'lmaganda Hyuman shunday deb o'ylagandi, lekin bir payt o'zini qorong'i, xira bir g'or ichida, nihoyatda noqulay tosh taxtda o'tirgan holda topib qolguniga qadar. U baland taxtda o'tirardi. Pastda esa juda ko'p goblinlar g'orni to'ldirib, uning kelganini katta xursandchilik bilan nishonlashardi. Ular judayam hayajon bilan betartib qichqirib, sakrab, tipirchilashardi. Xursandchilikdan yiglab yuborishgandi. Go'yo millionlab dollarga ega qutqaruvchi hech qayerdan dur paydo bo'lib, ularning barcha moliyaviy muammolarini hal qilib bergandek. Bizning qahramonimiz esa nima bo'layotganini tushunishga urinib, ko'zlarini ishqalash bilan band edi. U bularni xayol qilmayapman deb o'ylar edi. Qaniydi, bu shunchaki yomon tush bo'lsa edi. Ammo ich-ichidan u vaziyatning qanchalik jiddiy ekanini juda yaxshi tushunib turardi. U 3 yil ketma-ket ortiqcha ishlagani sababli olib qolgan bo'lishi yoki butunlay aqldan ozgan bo'lishi mumkin deb o'yladi. Maxluqlarga yaxshiroq qarab, ularning uchli quloqlari, yashil terisi va kichkina gavdasini payqadi. U aniq bilar edi. Bular aniq goblinlar edi. Odatda ertaklarda yoki video o'yinlarda uchraydigan goblinlar. Ammo vaziyatni yanada galati qilayotgan narsa shuki, u ularning gaplarini bemalol tushunardi. Ular uni o'zlarining hukmdori deb atab, quvonchdan yiglashardi. Koreys tilida bunchalik ravon gapiradigan goblinlarga duch kelish uning hayotida hech qachon xayoliga kelmagan edi. Bundan tashqari, u nima uchun birdaniga ularning rahbari qilib tanlanganini umuman tushuna olmadi. Shu payt bir goblin bolasi uning oldiga chiqib, unga bir dona meva uzatdi va uni yeyish kerakligini aytdi. Hyuman u galati mevani qo'liga oldi. Uning ikkilanayotganiga sabab oddiy edi. U hayotida bunday mevani hech qachon ko'rmagan. Goblinlar uning qachon mevani yeyishini hayajon bilan kutishardi. U bu maxluqlar undan nima kutayotganini tushundi. Agar sovg'ani rad etsa, ular bu ishidan qattiq xafa bo'lishi mumkin edi. Aslida u bu jirkanch narsani yuziga yaqinlashtirishni ham, og'ziga solishni ham istamadi. Shunga qaramay ichida, nima bo'lsa bo'lsin, deb mevadan tishladi. Axir nima ham bo'lishi mumkin edi. U begona ovqatdan zaharlanib, yeb olishi mumkin edi. Ammo uning qo'rqinchli taxminlari to'g'ri bo'lmadi. Tam bilish sezgilari mevani sezishi bilan ko'zlari katta-katta ochildi. Bu galati meva nihoyatda mazali edi. U hayotida tatib ko'rgan eng mazali meva edi. Bu paytda goblinlar ham quvonchdan aqldan ozgudek bo'lishdi. Ularning hukmdori bu mevani yoqtirganidan ular juda xursand edi. Birdan uning bosh suyagini teshib yuborgudek kuchli og'riq paydo bo'ldi va uning boshi qattiq aylandi. Ma'lum bo'lishicha, u o'zining shaxsiy kuchini oshirayotgan edi. Uning qarshisida havoda turgan golografik oynaga ko'rindi. U hozir Red Rock vodiysining hukmdori edi. Bu hududda bor-yo'g'i 47 ta goblin yashardi. Ammo eng muhim jihat shuki, hudud uchun urush boshlanishiga atigi tort kuni 3 soat qolgan edi. Tabiiyki, Hyuman urushning o'zi nima ekanini ham bilmas edi. Tizim uning chalkashganini sezdi va savoliga javob berdi. Oddiy qilib aytganda, u o'z hududidagi resurslar va fuqarolarni himoya qilishi kerak edi. Bir zum, Hyuman cho'chib orqaga tisarildi. Chunki tizimning ovozi birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri uning boshida yangragandi. Ammo tez orada u Wiki deb nomlangan funksiya uning savollariga javob berayotganini tushundi. Wiki yana gapira boshladi va bu hududiy urushlarning kelib chiqishi hamda tarixini batafsil tushuntirishga tayyor edi. Ammo Hyuman hozir tarixga umuman qiziqmasdi. Uning hozir bilishni istagan yagona narsasi qayerdaligi va qanday qilib metrodan bu joyga kelib qolgani edi. Wiki ma'lumotiga ko'ra, u hozir jinlar olamida qolib ketgan edi. Aniq joylashuvini bilish uchun esa Wiki hech qanday ma'lumot bermadi. Uning hudud darajasi hali juda past bo'lgani sababli bunday ma'lumotlarga kirish imkoni yo'q edi. Tabiiyki, jinlar olami degan gapning o'zi Hyumanni qattiq qo'rqitib yubordi. U o'zining ahvoli haqida ko'proq bilishni juda xohlardi. Ammo Wiki hudud darajasi oshmaguncha boshqa hech narsani tushuntirishni istamasdi. U tizimdan javob olishga uzoq urindi. Oxiri bechora Hyuman yana noqulay taxtiga cho'kdi. U o'zini chimchilab ko'rdi va bularning hammasi shunchaki dahshatli tush ekaniga o'zini ishontirishga urindi. Lekin u o'zini shunchaki aldab turganini bilardi. Endi u haqiqatga tik boqishdan va bu kelishdan boshqa chora yo'qligini tushundi. Vaziyatni bir-biriga bog'lab, u tizim undan urushda qatnashishni talab qilayotganini tushundi. Bik ham bu taxminini tasdiqladi. U himoya qilishi kerak bo'lgan fuqarolar esa aynan uning oldida turgan mana shu maxluqlar edi. U yangi qol ostidagilarning naqadar og'ir darajada toyib ovqatlanmaganini nihoyat payqadi. Bunday qo'shin bilan hech kimga qarshi jangda g'alaba qozonishning iloji yo'q edi.
Hyunman xohlasa, bu zaif goblinlarning barchasini yolg'iz o'zi ham osongina maglub eta olardi. U aniq maglub bo'lishiga amin edi. U maglubiyat qanday oqibatlarga olib kelishini tizimdan so'radi. Tizim uning savoliga dahshatli javob berdi. Agar urushda yutqazsa, u o'z hayotidan ham ayrilishi mumkin edi. Agar uning hududi qulab tushsa, uning taqdiri g'alaba qozongan dushman hukmdorining qo'liga o'tardi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra esa, maglubiyatlarning 99.95% yutqazgan hukmdorning tezda qatl etilishi bilan yakunlangan. Hyunman vaziyati naqadar umidsiz va dahshatli ekanini tan oldi. Qizigi shundaki, bu holat uning eski hayotidagi vaziyatga juda o'xshardi. Unga hech qanday maosh, yetarli malakaga ega xodimlar va deyarli hech qanday vaqt berilmagan bo'lsa ham, tashkilot undan baribir aql bovar qilmaydigan natijalarni talab qilardi. Ammo kun oxirida u yerda doimo imkonsizdek ko'ringan vazifalarni ham uddalab kelgan. U ana shu chidamliligiga tayanib, hozirgi muammosiga ham xuddi shunday qat'iyat bilan qaror qilishga qaror qildi. U tizimdan bu urushlarda g'alaba qozonib, hudud darajasini oshirsa, oxir-oqibat uyga qaytishi mumkinmi, deb so'radi. Ajablanarlisi shundaki, tizim ijobiy javob berdi. Mana shu gapni bizning qahramonimiz eshitishni kutayotgan edi. Endi uning g'alaba qozonish ehtimoli naqadar past ekanining ahamiyati qolmadi. U o'rnidan turdi va darhol reja tuza boshladi. Oldinda atiga 4 kun bor edi. Unga yaqinlashib kelayotgan muammoni qanday hal qilishni o'ylab topishi uchun atiga 4 kun bor edi. Bu esa yetarlicha vaqt edi. 33 yoshida Hyunman allaqachon o'z tashkilotidagi eng yaxshi menejer unvoniga ega bo'lgan va tez orada uning eng yosh rahbar bo'lishi uchun navbatda turgan edi. Uning barcha yutuqlari bejizga emasdi. U ortiqcha ishlashning naqadar kuchli ekanini juda yaxshi bilardi. U bilar edi, ko'p mehnat imkonsiz narsani ham ro'yobga chiqarishini. Shuning uchun bu goblinlar o'zlarini ruhan tayyorlab qo'yishlari kerak edi, chunki ular uchun ko'p mehnat qilish vaqti rasman boshlangan edi. Hozir ular joylashgan qorong'u daradan yurib o'tar ekan, Hyunman uning kirish qismi tor ekanini payqadi. Ammo ichkariga qanchalik chuqur kirilsa, dara shunchalik kengayib borardi. Bunday geografik tuzilish uning ishini yanada qiyinlashtirardi, chunki bunday joy mudofaa uchun umuman qulay emasdi. U guruhdan qandaydir taklif so'raganida, ahmoq goblinlarning aytadigan hech narsasi yo'q edi. Hatto tizimdagi Biki ham javob berishdan bosh tortdi. Mayli, nima ham qila olardim, dedi. Aslida Humeyman o'sha ahmoq Bikidan hech qachon taktik maslahat so'ramagan edi. Endi tanlovlari juda kam qolganligi sababli u yuqori darajadagi strategiyalarga o'tishdan oldin u hech narsani tushunmaydigan jonzotlarga asosiy narsalarni o'rgatishga qaror qildi. Eng avvalo, ularning asosiy vazifasi bosqinchilarning mana shu tor yo'lakdan o'tib ketishiga yo'l qo'ymaslik edi. Ular bu joyni, hatto buning uchun jonlarini berishlariga to'g'ri kelsa ham, himoya qilishlari kerakligini ta'kidladi. Ammo muvaffaqiyatli mudofaa qilish uchun avval zarur tayyorgarlikni ko'rishlari kerakligini Hyunman yaxshi bilardi. U goblinlarga 10 kishilik guruh tuzishni buyurdi. Ularning vazifasi dara devorlariga chiqib, daraxtlarni kesish va Hyunmanning bo'yidek uzun tayoqlar yasash edi. Afsuski, bu jonzotlar nafaqat nihoyatda kuchsiz, balki dangasa ham edilar. Ular darhol bir-birini ayblay boshlashdi. Har biri bunday jismonan og'ir ishni bajarishdan qochishga urinardi. Ammo bu ularning yangi tayinlangan hukmdori sifatida Hyunman o'z hokimiyatidan qanday foydalanishni juda yaxshi bilardi. U kichkina goblinlarni qo'rqitib, o'zlariga topshirilgan vazifani shoshma-shosharlik bilan qilishga majbur qildi. Shunda uning xayoliga bir narsa keldi. Bu yigitlar xuddi past darajadagi xodimlarga o'xshardi. Ular faqat baqirib, jonjahding bilan buyruq berganingdagina quloq solishlarini angladi. Keyin esa u qolgan goblinlarga yuzlandi va ulardan 15 tasiga dara devoriga chiqib, topa olgan barcha toshlarni jarlik chetiga surib qo'yishni buyurdi. Jonzotlar darhol yuqoriga emaklab chiqa boshlashdi. Bu orada qolganlari esa unga kirish joyining yonida ulkan chuqur qazishda yordam berishlari kerak edi. Goblinlar bir soniyani ham bo'y bermay, yalang'och qo'llarini tuproqqa tiqib, yerni kovlay boshlashdi. Hatto bizning qahramonimiz ham belkuraklarning birortasi yo'qligi sababli qo'llarini kir qilishga majbur bo'ldi. Kun oxiriga kelib, jarlik chetiga ulkan toshlar qator qilib terib chiqilgan, guruh esa juda kerakli uchli tayoqlarni qo'lga kiritgan edi. Ular bu tayoqlardan qo'lbola nayza sifatida foydalanishmoqchi edi.
Hamma yigilgach, Humeyman ularning qilgan og'ir mehnatini e'tirof etib, munosib maqtadi. U bir payt ularga nazar tashlasa, bu bechoralar tayyorgarlikning birinchi kunidayoq rosa holdan toygan edi. Ularning tirnoqlari singan, tizzalari shilingan, boshidan oyog'igacha loyga belangan edi. Shu paytda tizim Hunmanga yangi xususiyatni berdi. Bu xususiyat hudud aholisi samaradorligini 15% ga oshirar, ularga kamroq ochlik his qildirar va kamroq chidamlilik sarflashiga imkon berardi. Humeyman bu oz vaqtida berilgan kuchaytirishdan nihoyatda minnatdor edi. Hozir uning fuqarolari hushidan ketish arafasida turgandek ko'rinsa ham, u ularning to'xtashiga yo'l qo'ya olmasdi. Shunga qaramay, hozircha ularga qisqa dam olishga ruxsat berdi. Ular tushdan beri bor kuchlari bilan ishlayotgan bo'lishsa-da, hali ham jangga tayyor emas edilar. Aslida, haqiqiy ish hali boshlanmagan ham edi. Ruhan tushkunlikka tushgan goblinlarni ruhlantirish uchun u ularga ortiqcha ishlashning asl mohiyati haqida aytib berdi. Uning tushuntirishicha, boshqalar tinchgina uxlayotgan paytda ertangi muammolarni hal qilishga tayyorgarlik ko'rish jarayonidir. Hozir ortiqcha ishlash ularga go'yo o'lim jazosi kabi tuyulishi mumkin ekanligini aytdi. Ammo u goblinlarga shuni aytdiki, bugun to'kayotgan har bir tomchi terlari kelajakdagi hududiy urushda to'kilishi mumkin bo'lgan bir tomchi qonni tejaydi. Hunman nayzasini baland ko'tardi va uning ovozi dara bo'ylab aksado berib, goblinlarga "Olga!" deb baland ovozda qichqirishni buyurdi. Avval qo'rqoq bo'lgan goblinlar ham unga qo'shilishdi. Ularning yuzlarini qoplab turgan charchoq va xavotir go'yo bir zumda yo'qoldi. Afsuski, ular atigi bir necha daqiqaga yetdi. Keyin hamma xuddi sonib borayotgan yulduz kabi asta-sekin kuchdan qoldi va nihoyat mutlaqo holdan toyib yerga qulab tushdi. Hunman shu suratda galaba qozonish shunchaki xomxayol ekanini tushundi. Ayniqsa, uning qoshini shunday ayanchli ahvolda ekanini hisobga olsak. Qo'lida zanglagan pichoqlar va tasodifan topilgan toshlarni qurol qilib olgan bu bechoralarni ko'rishning o'zi kulgili edi. Unda sof jismoniy kuch yetishmagani sababli askarlar sonining katta kamchiligini qoplash uchun yanada strategik yondashuvga o'tishi kerak edi. Bitta yaxshi tomoni shundaki, ular jang qilishi kerak bo'lgan dushman ham goblinlar qabilasi edi. Demak, raqibda ham ilg'or qurollar bo'lishi deyarli imkonsiz edi. Goblinlar tabiatan ahmoq bo'lganlari sababli g'alaba kimning quroli yaxshiroq ekaniga emas, kim o'z qurolidan yaxshiroq foydalana olishiga bog'liq.